Mana bu xizmat haqingiz. Xizmatingizga rozi bo'ling. Rahmat sizga. Sizni tashlab qo'yaman. Xo'p. To'xta. Telefon raqamingni tashlab ketmaysanmi? Telefon ishlatmayman. Bo'lishi mumkin emas. Kamida 15 yoki 16 ishlatsang kerak-a? Yo'q, rostdan ishlatmayman. Xo'p, unda seni qanday topsam bo'ladi? Meni nima qilasiz? Ertaga bizning uyda ziyofat bo'ladi. Ertasi kuni baribir uylarni yig'ishtirish kerak. Uydagi xizmatchi opa farzandli bo'ldi. Shunga ketishga ham majbur bo'ldi. Agar xohlasang, o'rni bo'sh, ishlashing mumkin. Yaxshi, haq to'layman. Nima deysan? Rostdanmi? Rostdan? Mayli. Oyi, endi nima qilamiz? Nima qilamiz emas? Qilasan. Ko'ylakni men olganim yo'q. Oyi. Nima? Nima oyi? O'zi yaqinda yangi ko'ylak olgan bo'lsang, nima qilarding yana yangisini olib? Oyi, chuning yangi moda-ku. Modanga ham o'tishsin seni. Uyda ro'zg'orga pul yo'q-ku. Bu kishi har kuni yangi ko'ylak kiyadilar. Oyi, chuning moda-de. Yosh bo'lsam, Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Malika, yaxshimisan? yaxshi. Va alaykum assalom. Namuncha? Qayerdan shuncha narsa? Ish topdim. Uyga ham bozorlik qildim. Yaxshi-ku. Mana bu ijara haqqim. Voy, $100 mi? Ha, Qanaqa ish topding? bitta boyvachchani uyini tozaladim. Menga qara. Bir kunda buncha pul topish o'zi emas. Ish qilib, tinchmisan? Kenayi, xavotir olmang, bu pullar meni peshona terimga kelgan. Men unaqalarda emasman. Oyi, sal o'ylab gapiring. Ha. Rahmat oyijon. Hoy qiz, to'xta.